Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar, sizlar tomosha qilayotganinglar Makon Realty'ni YouTube kanali. O'rtoqlar, bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan uyimiz haqiqatdan ham neobichniy bo'lgan, juda ham katta, naqd 200 kvadrat metr tashkil qilgan 4 xonali uyi to'liq obzorni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Bu uyimizda har bitta xonada mana shunaqa katta panoramli oyna bor. O'ziga yarasha statusi va o'ziga yarasha foizli domlardan biri hisoblanadi. Bu uyimiz o'rtoqlar shundoqqina Tseykini qarshisida Basri Babani oldida joylashgan Gabus dom hisoblanadi. Bu eski dom, lekin o'ziga yarasha statusi va o'ziga yarasha foizli domlardan biri hisoblanadi. O'rtoqlar, kirib ko'rish qismidan boshlaymiz. Eshikdan kirib ko'rishingiz bilan katta bitta garderob va shundoqqina o'ng tomonga o'tsangiz, sizlarni haqiqiy Instagramning bo'lgan shunaqangi chiroyli bitta foizli oshxona kutib oladi o'rtoqlar. Marhamat. Kirib ko'rishingiz mumkin. Oshxona hozirgi kunda trendga chiqayotgan mana shunaqa bitta katta streshniца. Bu astrovokimiz hozirgi kunda eng trendlarga chiqayotgan, o'zini ustida haqiqiy toshlari bor va bu yerda bemalol o'tirib choy ichsangiz bo'ladi yoki o'zingizda qanaqadir ishlaringizni qilsangiz bo'ladi. Bu oshxonaga bitta ahamiyat berar ekansiz o'rtoqlar. Barcha maishiy texnikalari va mebel jihozlari eng sifatlilaridan qilingan. Mana shu oddiy misol xolodilnikga bitta ahamiyat beringlar. Uyi o'ziga mos 200 kvadratli uyga mos ikkita kamerali katta xolodilnik va bu yerda bo'sh maishiy texnikasi. Bu uyda bilaman, albatta bu oladigan bo'lsangiz, ayollarimizni bu oshxonada bemalol ovqat qilishlari mumkin. Chunki katta, yorug', keng va ranglarning uyg'unligi ham o'ziga yarasha juda ham chiroyli bo'libdi. Endi sizlar bilan birga eng zo'r qismi zalni ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum mehmonjonlar deb qimmatli mehmonlaringizni mana shunaqa hashamatli zalga taklif qilasiz. O'rtoqlar, bu yoqda divanli zonaga bitta ahamiyat berishinglarni so'rab qolardim. Meni o'zimga shaxsan juda ham yoqdi. Sababi balon emas, pas emas, juda ham o'tirishga qulay, yumshoq ekan. Dizayni ham o'ziga yarasha juda ham chiroyli ekan. Menga mana bu ayniqsa yoqqani bilasizmi? Mana shu jurnalist to'lik полный aylanar ekan. Neobichniy dizayn bilan rishinglarni chiroyli qilishibdi. Bu yoqda 8 kishilik o'tirib choy ichish uchun, mehmonlaringizni kutib olish uchun ajoyib bo'lgan bunaqa stol-ustunli zona qilinibdi o'rtoqlar. Va katta televizor. Esingizda bo'lsa o'rtoqlar, yoshligimizda zalimizda servant bo'lardi va servant oldida bunaqa oynali shkaf bo'lardi. Xrustallarni har xil o'ziga yarasha ayollarimizni, onalarimizning o'ziga yarasha narsalar bo'lardi. Shunaqa narsalarni taxlab qo'yishardi. Esingizda bormi? Kommentariyada yozib ketinglar. Keyin bu zalimizning eng yoqqan tomoni menga mana bunaqa katta panoramli oynasi borligi. Bu uyimizda har bitta xonada mana shunaqa katta panoramli oyna bor. Hozirgi kichkina tor uylardan ko'ra mana shunaqa eski novostroykalarning plusi oynalari juda ham katta va uy kvadraturasi ham juda ham katta. Mana shu zalga ahamiyat beringlar. Necha kvadrat chiqadi va bu yerga nechta odamni sig'dira olasiz? Kommentariyada yozib ketinglar. Men sizlarga bu uyimizning eng zo'r fishkasini ko'rsatmoqchiman. Bu uyimizning lokatsiyasi hisoblanadi o'rtoqlar. Shundoqqina oynani ochsangiz, Tseykka shundoq ko'zingiz oldida turadi. Shuni orqasida Alayski bozor. Chapga yuradigan bo'lsangiz, C1 Infinity'ga ketasiz. O'ngga yuradigan bo'lsangiz, Abdulla Qodiriy metro bekati. Lokatsiya prosta bomba. Salohiddin bitta narsasiga ahamiyat berdim. Bu kamchilikmi yoki nima, dizaynerlar qanaqa qilingan? Misol uchun mana shu katta televizor. Menga qanaqadir to'r joylashmagandek tuyuldi. Sababi mana misol uchun o'zim kelib mana shu divanda o'tirib televizor ko'rmoqchiman. Televizor to'rimda emas. Televizor sal o'nroqda joylashgan. Yokida bu yerda o'tirib mehmondami? Televizor ko'rmoqchiman. Bunaqa qarashim kerak. Dizaynerlar biladiganlar bormi bu to'g'ri ishni ham yokida sal xato bo'lib qolganmi? Va yana bitta kamchilik tomonini ko'rdim men. Endi bu qanchalik to'g'ri? Misol uchun qorong'ida zalga kirib keldim. Chiroqni yoqmoqchiman. Chiroq qani? Включательlarimiz hammasi sal uzoqroq joyga joylashib qolgandek tuyuldi menga. Yana bilmadim. O'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Zaldan chiqib kelamiz o'rtoqlar, koridorda uyi egasi hozirgi kunda chang havolarni o'ylab, xaridorlar uchun qulay bo'lish uchun bozorga tushib, hattoki mana shu Dysonni ham olmaslik uchun ukamiz ulajnitel qo'yib qo'yibdilar. Bu Dyson hisoblanadi, haqiqiy original Dyson qo'yibdilar. Koridorni kengligiga bitta ahamiyat beringlar. Alohida lustralarga ham bitta baho berib qo'yishinglarni so'rardim. Uzun koridorda xonalarga birma-bir kirib ketsa bo'ladi va birinchi xonamiz mana shu o'ng qo'ldagi xona bo'ladi. Marhamat.
Bu uy sotib oladigan odam o'zini har bitta kiyimiga bemalol joy topa oladi, chunki har bitta xonada mana shunaqa katta garderoblar bor. O'rtoqlar, shapagolliklar uchun bu zo'r narsa hisoblanadi. O'rtoqlar, bu xonamiz ota-onalar uchun yotoqxona, master bedroom hisoblanadi. Katta bitta spalni xona. Kravatlariga ham bitta ahamiyat beringlar, katta televizor. Menga mana bu joy tipi bo'sh qolgandek tuyuldi. Agar bu uy sotib oladigan bo'lsangiz, mana shu bo'sh joyga siz nima qilgan bo'lardingiz? Stol qo'yarmidingiz yoki bitta divan qo'ygan bo'larmidingiz? Va ahamiyat beringlar o'rtoqlar, boya aytganimdagi har bitta xonada o'zining katta panoramli oynasi bor. Shunda bu pardani ochar ekansiz, Akay Cityni shundoq tomosha qilsangiz bo'ladi. Ertalab tongga mana bu yerga divan qo'yib, turib, kofe ichib tomosha qilish bu o'zgacha maroq beradi o'rtoqlar. Bu spalni master spalni hisoblanadi va o'zini sanuzuli ham bor. Bu sanuzul menga yoqqan tomoni umni tualetgacha ham qo'yishibdi va bu yoqda alohida dushovoy qilib oynada yopiladigan bo'libdi va mana shu ishlatilgan kremogranitlarga bitta ahamiyat beringlar va mana shu unitazni pulti bor ekan o'rtoqlar. Qaranglar, mana bu pulti nima bu? Shuncha hamma narsa mana bu o'zi ochilar ekan, o'zi yuvar ekan. To'g'risi bitta o'qib chiqish kerak ekan, o'rganib chiqish kerak ekan. Nima deysizlar? Sanuzillarda ham umni tualetlar chiqib ketibdi. Bu 21-asr. Menimcha bu uy egasini o'zini mebelning fabrikasi bo'lsa kerak. Sababi hattoki mana shu sanuzilda ham katta bitta shkaf qo'yibdilar. To'g'risi gap yo'q. Kiradigan mashina, kirib quritadigan mashina va menga eng yoqqani bilasizmi? Mana shu rakvina bo'ldi. Juda ham neobichniy, juda ham Instagramniy va interyerga juda ham zo'r bo'lgan rakvina ekan. Qayerda ko'rgansizlar shunaqa rakvinani? Bu ikkinchi master spalniga kirib kelar ekan. O'rtoqlar, boya aytganimdek, polnistik bu yoqda garderob shkaflar qilingan. Mana to'g'risi, любой kiyimlaringiz bo'lsa sig'ib ketadigan uy ekan bu uyda. Va katta bitta oynasi, katta spalni, televizor va menga mana shu narsasi yoqdiki, ayollarimiz bo'yanishi uchun joy tashab ketilgan va bu yoqqa ham haqiqiy tosh ishlatilgan ekan o'rtoqlar. Har bitta xonada bor bu narsa va oshxonada ham barcha stolishnisalarga mana shunaqa tosh ishlatilgan. Va mana shu narsaga bitta ahamiyat beringlar. Har bitta xonamizga to'pli-po'lli kontrollari o'rnatilgan. Va bu yoqdan kirar ekanmiz va bu sanuzilda ham o'rtoqlar o'ziga yarasha dizayn va o'ziga yarasha keramogranitlar, hattoki mana shunaqa fengacha qo'yilibdi o'rtoqlar. Men shaxsan o'zimga juda ham yoqdi va har bitta xonada o'rtoqlar eshigidan kirib ko'rishingiz bilan unaqa kassetning bo'lgan patolochnik kondisionerlargacha ham o'rnatib qo'yilgan. Endi bu eshikni to'g'risiga o'tadigan bo'lsak, bolalar uchun yotoqxonaga kiramiz o'rtoqlar. Bolalar uchun yotoqxonada ham aytganimdek eshigidan kirishda kassetning kondisionerlar qo'yilgan va chap tomoningizda to'liq shkaf qilingan. Bolalar uchun dars qilish uchun ham alohida bitta katta joy qoldirib ketilgan va bolalar uchun alohida 2 kishilik kravat qoldirilgan. Bu shkaf yetmaganda hattoki mana bu yoqqa ham shkaf yasalgan o'rtoqlar. Qancha brendli kiyimlaringiz bo'lsa, bu uyga bemalol sig'dirasiz va yana joy ham qoladi. O'rtoqlar, bu uyimizda ham o'zini sanuzuli bor. O'rtoqlar, mana bunaqa Instagramning katta bitta vanna qo'yilgan va mana bunaqa oq va qora keramogranit ishlatilgani o'ziga yarasha dizayni juda ham chiroyli chiqibdi. Hattoki detskiy xonada ham fen va chiroyli bitta rakvinasi ham bor. O'rtoqlar, uyimiz haqiqatdan ham keng, chiroyli va fayzli ekan. Naqd 200 kvadrat metrli bo'lgan uyimiz 6-etajda joylashgan. Manzilni sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, shundoqqina Tseykini qarshisida Basri Baba restorani oldida joylashgan, Gabus uylarining birida joylashgan. Uyimiz 200 kvadrat metr, narxi 459 ming deb so'ralyapti. Yana kelishadigan joy bor ekan. Salkam $500,000 ga bunaqa uy olgan bo'larmidingiz? Hozirgi kunda bunaqa variantlar juda ham kam bo'lgan paytda, meni o'ylashim bo'yicha juda ham ideal variant deb o'ylayman. Uyimiz sizga yoqdimi? Kelib ko'rmoqchimisiz? Opisaniyada nomerlar qoldirdik o'rtoqlar. Bizga murojaat qilinglar va sizlar uchun eng zo'rlarini tavsiya qilamiz. Sizlar bilan Makon Realty YouTube kanali bo'ldi o'rtoqlar. Bizani qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'zingizlarning izohinglarni qoldiringlar. Hammaga xayr.